Eng arzon Namangan kanalida sizlar uchun yana arzon narxda Nexia mashinasi 2007-yil narxini bitta taxmin qilinglar-chi, qanchaga qo'yib beraman. 2007 mashinasini mana shu zo'r narxda qo'yib beraman, chunki bu eng arzon Namangan kanali. Like bosib, obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab tursanglar, arzonlari hali oldinda bo'ladi. Telegram kanalga ham o'tib, obuna bo'lib qo'ysanglar, kuniga 5 ta 6 ta mashina tashlayapmiz. Nomerlari ham Telegram kanalda bo'ladi. Nexia 1 ham nomeri Telegram kanalda. Egalaridan, albatta, dehqonlardan srochniga sotib olyaptilar. Pul zaril ekan. Generalni qilib berakanlar. 2007 so'm Donus motor, Donusimiz. Kraskasi endi освежитga roziman deyaptilar. Bemalol proverka qilib olasizlar. To'shni bilmayman deyaptilar. Endi boring, освежит desangiz ham bir qarab olasiz. Asosiysi narxi vaqti zo'r narx. Narxi ham ideal. Balonlari zo'r holatda, gazlargacha bor. Dokumentlarda muammo yo'q. Generalni beradilar. Tamirlovkalargacha cho'tkalar topib qo'ygan ekanlar. Ichini holatlari ham zo'r. Oynalar elektronli, magnitofon kolonkalargacha qo'yib qo'yibdilar. Chexollargacha kiydirib, ko'ringlargacha tashlab qo'yibdilar. Probega o'sha 600 ming atrofida ekan mashinani. Bemalol proverka qilib bo'ladi. Endi lekin narxiga albatta zo'r narx. 2007 yili ham zo'r, narxi ham zo'r. Proverka qilib, tekshirib ko'rib, ustalaring bo'lsa ko'rsatib olaverasizlar. Motori ham zo'r ekan, yog' yemas ekan. Eng arzon Namangan kanalida biz sizlar uchun 2007-yil Nexia 1 mashinamizni atiga 1250 ga berib yuboramiz. Egalar nomlari Telegram kanalida o'tib olib, baraka qilib olib ketaverasizlar.